Assalomu alaykum. Bugun video darsimizda seksiyalovchi izolyatorlar haqida ko'rib chiqamiz. Kontakt tarmog'ini seksiyalarga ajratish uchun izolyatsiyali soprijeniyalar va seksiyalovchi izolyatorlardan foydalaniladi. Izolyatsiyalangan soprijeniyalar bekatlarni perigonlardan ajratish uchun ishlatilsa, seksiyalovchi izolyatorlar esa asosan bekatlarning asosiy yo'lidan yon yo'llarni seksiyaga ajratib, elektr harakat tarkibi uchun marshrutlarni tashkil qilishda qo'llaniladi. Seksiyalovchi izolyatorlar elektr harakat tarkibining tok qabul qilgichini kontakt tarmog'ining bir qismidan ikkinchi qismiga izolyatsiyani saqlagan holda elektr ta'minotini to'xtatmasdan to'siqsiz o'tishini ta'minlaydigan tarzda ishlab chiqilgan. Seksiyalovchi izolyatorlarning konstruksiyasi izolyatsiyani ta'minlash uchun izolyatsiyalovchi element, ushbu elementni ushlab turish uchun metal qopqoq, tok qabul qilgichni uzluksiz va to'siqsiz o'tishi uchun metal sirpang'ich hamda elektr yoyini o'chirish uchun esa yoyini o'chirish moslamasidan tashkil topgan. Seksiyalovchi izolyatorlarning turi, ularning maqsadi, konstruksiyasi, kontakt tarmog'idagi kuchlanish, tok qabul qilgichni maksimal o'tish tezligi, kontakt simining soni va ularning ko'ndalang kesim yuzasi, ya'ni 100, 120 yoki 150 mm2lisi bilan ajratiladi. Tok qabul qilgich uchun seksiyalovchi izolyator qattiq tochka hisoblangani bois karetka hamda ko'mir stavkaga mexanik ta'sir kuchayadi. Seksiyalovchi izolyatorning har qanday noto'g'ri joylashishi tok qabul qilgichni shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun seksiyalovchi izolyatorlarning ishlashi va ularga texnik xizmat ko'rsatish ustidan zaruriy nazoratni ta'minlash nihoyatda muhim hisoblanadi. Ishni boshlashdan oldin elektr xavfsizligining asosiy qoidasini eslaymiz. Ya'ni seksiyalovchi izolyatorning ikki tomonida ham potensiallarni tenglashtirib olamiz. Elektr xavfsizligining asosiy qoidasini bajargandan so'ng ishni boshlashimiz mumkin bo'ladi. Dast avval izolyatorlarning holatini, kuyish belgilari mavjudligini, Nesushi simida elektr yoyi ta'siri izlari tekshiriladi. Seksiyalovchi izolyatorning izolyatsion elementlarida quyidagilarning yo'qligi tekshiriladi. Metal qopqog'idagi yoriqlar, polimer elementlarining himoya qoplamalarining buzilishlari hamda Nesushi simidagi izolyator holati. Almashtirish yoki tozalashdan so'ng izolyatsion elementlarning yuzasi organik silikon vazelin, ya'ni KV3 qatlami bilan qoplanishi kerak. Yoy shoxlarining konfiguratsiyasi texnik hujjatlarga muvofiq tekshiriladi va uning sirpanish plotkasi ko'riladi. Sirpanish plotkasida yemirilish 5 mm dan oshmasligi kerak. Seksiyalovchi izolyatorni har xil potensialli elementlari orasidagi havo bo'shliqlari o'zgaruvchan tokda 200 mm, doimiy tokda 120 mm dan kam bo'lmasligi kerak. Yon shoxlarining og'zidagi havo bo'shlig'i mos ravishda o'zgaruvchan tokda 150 mm, o'zgarmas tokda esa 50 mm bo'lishi kerak. Barcha qismlarni ishonchli mahkamlanganligi tekshiriladi va agar kerak bo'lsa, ular kalit bilan mahkamlanadi. Qulflash muruvvatlari, kontakt simini mahkamlash moslamasi va izolyatsion elementlarning uchlari qotirilmaydi. Yoriqlar, quyma nuqsonlar, muruvvatlarning korroziyasi bo'lgan barcha qismlar almashtiriladi. Seksiyalovchi izolyator pastki yuzasi kontakt simining qo'shni qattiq nuqtalaridan 20-30 mm balandroq bo'lishi kerak. Seksiyalovchi izolyator shunday joylashtiriladi-ki, uni bo'ylama o'qi tok qabul qilgichni o'qiga to'g'ri keladi. Maksimal chetlanish 100 mm dan oshmasligi lozim. Seksiyalovchi izolyator uchun tok qabul qilgich faqat sirpanchiq metalldan o'tishi kerak bo'ladi. Shuning uchun
uning polimerli izolyatsiya qismining pastki yuzasi sirpanish joyining pastki yuzasidan 5 mm balandroq bo'lishi kerak. Seksiyalovchi izolyatorni bir tomonga og'ib qolishiga yo'l qo'yilmaydi. Sozlash oxirida shuntlovchi shtangalar yoki ko'chma yerlatgichlar olib tashlanadi hamda ishlarning tugashi poyezdlar harakatini ochish bilan rasmiylashtiriladi.